Opajon, assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisiz, tinchmi, ishlaysiz yaxshimi? Tabriklayman. Rahmat. Juda ko'p. Tabrik, xayrli bo'lsin. Qarang, opajon, buni Sirdaryoga yetkazib berish kerakmi? Ha, Sirdaryo Guliston shaharga. Ha. Xo'p, bo'lmasam bizlar kim bilan bog'lansak bo'ladi, qaysi mahsulotimizdan kerakligini bilib olish uchun? Bilmayman, dadamlar bilan aniqlayman. Ustamni anonsini aytaylikmi yo dadamni aytaylikmi, hozir bir marta gaplashib ko'raylik. Ha, bo'lmasam men o'zimning nomerimni sizga tashlayman. Men o'zimning nomerimni sizga tashlayman Instagramdan. Usta akalar chiqishsin. Men bolalarga bog'lab qo'yaman, o'zlari kelishib nima kerakligini mashinaga ortib jo'natib yuboramiz qachon desangiz. Xo'p, mayli, rahmat katta. Salomat bo'ling. Alloh razı olsun. Ta'rifini bersin. Xo'p, tabrik. Juda yordam qilyapsizlar, to'g'risi. Salomat bo'ling. Akam sizdalar u yoqda ishlab jo'natib, remont boshlamoqchi edikda, 5 ta farzandlari bor akamda, uyda ota-ona pensionerlar. Juda xursandman. Tabrik, Hali rahmat. akamga qo'liga aytaman, juda xursand bo'lishadi. Xudo xolasa. Rahmat. Mayli, salomat bo'ling. Mayli. Xudo xohlasa keyingi oy 10-da ham o'ynaymiz nasib bo'lsa. Kutinglar 10-marta ham o'ynaymiz, xudo xolasa. Keyingilarni yana maslahatlashib qo'yib boraveramiz.